Biz hozir rentgen xonasidamiz va men o'zim oshqozonimni rentgen qildiraman. Bu jarayon qanday amalga oshiriladi va nimaga kerakligini video davomida tushunib olasizlar. Marhamat ko'ringlar. Buning uchun men hozir bariy sulfat eritmasi, ya'ni bor ichaman va undan so'ng rentgen tekshiruvdan o'tishni boshlayman. Yarimigacha ichamiz, qizil o'ngachni o'zini tekshiruvdan o'tkazish uchun. Hozir rentgen suratida qizil o'ngachdan dori o'tish jarayonida qizil o'ngachni o'zini tekshirdik. Endi qolgan qismini ichamiz, suyuqli qizil o'ngachdan oshqozonga o'tib, oshqozonni o'zini suratga olish uchun. Va shu jarayonda biz rentgen tekshiruvi nazoratida turamiz. Oshqozonni rentgen tekshiruvi ko'rib turganingizdek juda ham oddiy va tez o'tadigan amaliyot va bemor uchun hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu tekshiruv yordamida shifokor aniq tashxis qo'yishi mumkin, bemorda grija rivojlangan yoki yo'q. Oshqozon hazm qilish tizimida qandaydir yot jismlar bormi yoki yo'qmi? Onkologik o'zgarishlar, oshqozonni shakli o'zgarganmi, ya'ni u cho'zilib pastga tushib qolganmi yoki yo'qmi? Aynan qizil o'ngachda yoki oshqozondan 12 mmgacha o'tish sohasida torayishlar bormi yo'qmi va boshqa kasalliklarga aniq tashxis qo'yish uchun kerak bo'ladi. Gastroskopiya, ya'ni zond tekshiruvida aniqlab bo'lmaydigan ayrim bir tekshiruvlarni aynan rentgenda aniqlab tasdiqlash mumkin va aksincha rentgenda aniqlash imkoni bo'lmagan ayrim bir tashxislarni zond yutib gastroskopiyada aniqlash mumkin. Shuning uchun do'stlar, zond o'rniga rentgen qildirish yoki rentgen o'rniga zond yutishning imkoniyati yo'q. Bu ikki tekshiruv ikkisi turli xil tekshiruv hisoblanadi va ikkovi ham juda ham muhim. Agar sizda ham hazm qilish tizimida qandaydir muammolar bor bo'lsa, menga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.